Ertalabdan kechgacha Instagramda kim kimga erga tegib, kimni nechta xotini bor, kim qatini operatsiya qildirayotganini muhokama qilib o'tirmasdan oshxonaga kirib somsa-pomsa qiling deyishganda, voy somsani ham hozir komment yozgandek shaqillatib tashiyman deya olishingiz uchun xolodilnigingizda universalniy qatlama xamiringiz tayyor turishi kerak. Uning uchun opisaniyada yozilgan narsalarni tez aralashtirib, mandagi xamir qilib oling. Keyin 250 gram margaringa 4 osh qoshiq unni aralashtirib, salofanga solib, to'rtburchak qilib yoyib qotirib oling. Margariningiz qotguncha yana Instagramda g'iybatlarga mo'ralamasdan uydagi dog' kiyimlarni bavi parashugi bilan qaynoq suvga eviting. Xlordan allergiyam bor-da. Bavi parashugi xlorsiz bemalol bolalarning kiyimini yuvsangiz ham bo'ladi. Endi tingan xamirni yulduzcha qilib ochib olib, o'rtasiga boyagi margarinni qo'yib, konvert qilib o'rab, yarim soatga xolodilnikka qo'yamiz. Orada boyagi kirlarni ham kirmoshinaga soling. Endi xamirni to'rtburchak qilib yoyib, ko'rsatilgandek qilib taxlab, yana xolodilnikka qo'yib oling. Shu usulni orada xolodilnikka qo'yib 3-4 marta qaytarasiz. Videoni kuni Instagramda o'tayotgan kelinlarga jo'natib qo'yinglar yoki storiesga qo'yib yuboring, o'zi tushunadi. Oxirida shunaqa ikkiga bo'lib, stretchlab xolodilnikka qo'yib qo'yib, keyin bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mana bu xonada kiyimlar ham top-toza bo'ldi.